Markaziy bo'shatiluvchi sharli tegirmon tuzilishi jihatidan panjara orqali bo'shatiluvchi tegirmon M-sherga o'xshaydi. U yonbosh tomondan qopqoqli, ichi bo'sh tsapfaga ega iborat bo'lib, shu tsapfalar orqali baraban podshipniklarga tayanadi. Barabanning boqibori qoplama plitalar bilan qoplangan. Barabanning aylanish elektrodvigateldan barabanga mahkamlangan valga o'rnatilgan yetakchi shesternya orqali amalga oshiriladi. Yuklovchi ichi g'ovak tsapfaga jamlashgan ta'minlagich o'rnatilgan. Ichi g'ovak tsapfalar almashtiriluvchi yuklovchi va bo'shatuvchi voronkalar bilan ta'minlangan. Uncha katta bo'lmagan o'lchamdagi tegirmonlar barabanning ichiga qoplamani kiritish uchun lyuklarga ega. Bu operatsiya bo'shatuvchi tsapfa orqali bajariladi. Barabanga po'lat yoki chuyan sharlar solinadi. Bo'shatuvchi tsapfa biroz kattaroq diametrga ega. Buning natijasida tegirmonda bo'tananing nishabi hosil qilinadi. Dastlabki mahsulot tegirmonga ta'minlagich orqali yuklovchi tsapfadan beriladi. Yanchilgan mahsulot bo'shatuvchi tsapfa orqali tushiriladi. Markaziy bo'shatiluvchi tegirmonlar qisqacha MSHC deb belgilanadi. Markaziy bo'shatiluvchi tegirmonlarning texnik xarakteristikasi ilovada berilgan. MSHC tegirmonlar barabandagi bo'tana sathining balandligi bilan xarakterlanadi. Bu bo'ylama yo'nalishdagi harakat tezligining kichik bo'linishi va mahsulotning nisbatan mayin tuyulishini belgilaydi. Bo'shatuvchi bo'g'iz unga tasodifan tushib qolgan sharlarni tegirmonga qaytaruvchi spiralga ega. Sharli tegirmonlar ruda va boshqa mahsulotlarni yanchishda keng qo'llaniladi. Yangi barabanli tegirmonlarni tanlashda, shuningdek, ularni ishlatishda bir qator muammolar hosil bo'ladi. Ularga barabanning nisbiy aylanish chastotasini tanlash, yanchuvchi vositaning o'lchamlarini aniqlash, barabanni yanchuvchi vosita bilan to'ldirish darajasini aniqlash, dastlabki mahsulotning yanchiluvchanligini, yanchilgan mahsulot yirikligini belgilash, tegirmonning o'lchami va tuzilishini aniqlash, shu bilan bir qatorda tegirmonning ishlab chiqarish unumdorligi va iste'mol qiladigan quvvatiga ta'sir qiluvchi boshqa parametrlarni aniqlash kiradi. Tegirmon ishining ham texnologik ham iqtisodiy samaradorligi bu masalalarning to'g'ri hal qilinishiga bog'liq. Barabanli tegirmon mexanik ish tartibini belgilovchi asosiy parametrlarga ega.